shaxsning tarix sahifasida faqat ismi qolib, jismi esa tanazzullikka yuz tutib borayotgan Anishteginiylar davlatini halokat yoqasidan saqlab qolish uchun 32 yillik umri mobaynida ko'z ko'rib quloq eshitmagan jasoratlar ko'rsatganligi haqidagi tarixiy ma'lumotlar, afsona va rivoyatlar, asl haqiqatlar bizgacha yetib kelgan, ammo ul o'g'lonning qiyofasi musavvirlar tomonidan qalam bilan qog'ozga muhr etilmagan. Insoniyat tamadduniga tamal toshlarini qo'ygan buyuk ajdodlarimizning tarixini o'rganish, muborak qiyofalarini tasviriy san'atda aks ettirish biz avlodlarning chekiga tushdi. Bu chekni, bu huquqni buyuk istiqlol hadya etdi. Muarrix Shihobiddin Muhammad an-Nasaviy Sirat as-Sulton Jaloliddin Manguberdi nomli asarida Jaloliddinni shunday ta'rif va tavsif qiladi. U qorachadan kelgan, kalta bo'yli edi. Nutqu iborasi turkiy bo'lsa-da, farsiy tilda ham so'zlardi. Shijoatli, she'rlar ichra she'r, dovyurak edi va yumshoq tabiatli bo'lib, g'azablanmas va so'kinmasdi. Jiddiy qiyofada yurar, kulmas, faqat tabassum qilar va ko'p gapirmas edi. U adolatni sevardi deb tasnif bergan. Zamondosh musavvirlarimiz esa ana shu tarixiy tasniflar asosida buyuk sarkardaning, millatparvar o'g'lonning qiyofasini yaratishga musharraf bo'ldi. Endi esa buyuk sarkardaning buyukligini so'zlab beruvchi tarixiy ma'lumotlarga murojaat qilsak. 11-asrning 1127-1172 yillari Xorazm shohlar sulolasidan bo'lmish Alovuddin Otsiz, Abul Fath el Arslon, Alovuddin Tekish singari iqtidorli va siyosatdon vakillarining sa'y harakatlari tufayli Xorazm shohlar davlati mustaqillikni qo'lga kiritibgina qolmay, balki o'z davrining yirik ham qudratli saltanatlaridan biriga aylandi. Uning hududi ayniqsa Sulton Tekishning o'g'li Alovuddin Muhammad davrida yanada kengayib, g'arbda Bag'dod xalifaligi chegaralaridan tortib sharqda Hindistongacha va shimolda Orol dengizidan janubda to Fors ko'rfazigacha cho'zilgan yerlarni o'z ichiga olar edi. Xullas 27 ta mamlakat Xorazm shohlar davlati tasarrufiga kirgan. Shunday jahongirlik avj olgan bir davrda Chingizxon Xitoyni bo'ysundirib Xorazmga yurish boshladi. Chingizxonning siyosiy taktikalaridan vahimaga tushgan hamda saroydagi boshboshdoqliklar oqibatida boshi birikmagan Xorazm davlati tanazzulga yuz tutadi va mavjud bo'lgan barcha amirliklar va bekliklar mo'g'ullar oyog'i ostida yanchib tashlanadi. Natijada buyuk Xorazmday mamlakatda Chingizxonga qarshi chiqadigan biron bir kuch qolmaydi. Ana shunday qaltis bir paytda, ya'ni jismi ketib ismi qolgan Xorazm shohlar davlatini tiklash hamda xalqning ozodligi uchun Jaloliddin Manguberdi maydonga chiqadi. Ayrim manbalarda qayd qilinishicha, Xorazm shoh Alovuddinning onasi Tang'liq qabilasidan bo'lgan Turkon xotin mamlakatning ikkinchi hukmdori darajasida ish ko'rar, saltanatning barcha ishlariga aralashar edi. Shu bois o'zining qavmdoshi bo'lgan sevimli kelinining o'g'li yosh O'zloq shohni valiahd qilib, haqiqiy valiahd Jaloliddinni esa chetga surib tashlaydi. Xorazmshoh Alovuddin Muhammad o'zining bemulohazaligi bois mo'g'ullardan 2-3 barobar ortiq qo'shinini 20 ga yaqin shaharlarga tarqatib yuboradi. 3-dan jahongirlik kasaliga chalingan Xorazmshoh o'zining g'oyaviy maslakdoshlari bilan ichki nizoga borib, mamlakatga, millatga qarama-qarshi qilib qo'ygan edi. Shunday qilib butun boshli millatning, barq urgan saltanatning boshi osmondan, oyog'i yerdan uzilgan davrdagi cheki Jaloliddin Manguberdiga tushdi. 1220-yilning o'rtalariga kelib mo'g'ul bosqinchilari butun Mavrunnahrni, keyin esa Xuroson, Eron va boshqa o'lkalarni bosib oladi va shaharlarni vayron qilib kultepaga aylantiradi. Aholini esa ommaviy uslubda qatl-om qiladi. Ushbu qatl-omning guvohi bo'lgan An-Nasaviy shunday yozadi. Xurosonga qochib borgan bir buxorolikdan bo'lgan voqeani surishtirganlarida
u shunday javob beradi: keldilar, titdilar, yondirdilar, o'ldirdilar, haydadilar, ketdilar. Xorazmshoh Alovuddin Muhammad o'limi oldidan dushmanning maqsadini anglab yetadi va kech bo'lib ketgan bo'lsa-da, mening uchun g'animdan o'g'lim Manguberdigina qasos olishga qodir. Shuning uchun uni taxt vorisi etib tayinlayman. Sizlar unga itoat etmoqingiz lozim degan qarorga keladi. Bu paytda esa taxt ham, baxt ham allaqachon kun fayakun bo'lib bitgan edi. Ana shunday kun fayakun bo'lgan bir manzilda Jaloliddin Manguberdigina jonini jabborga berib, mag'ribdan mashriqqa, mashriqdan mag'ribga tinim bilmay el yurt obro'yi, millat g'ururi deya yelib yugurardi. Jaloliddin Manguberdining sarkarda sifatidagi mahoratiga munosib baho berish uchun u qarshi kurashgan mo'g'ullarning qo'shini behad katta, bizning odatiy taxayyulotimizga tutqish bermas darajada qudratli va dahshatli kuch ekanligini bilish kifoya. Ana shunday dahshatli kuchga o'zining nihoyatda kam sonli qo'shini bilan faqat Jaloliddingina kurasha oldi. 32 yilgina umr ko'rgan Jaloliddin 11 yilda 14 marta og'ir va dahshatli hal qiluvchi janglarga boshchilik qildi. Buyuk sarkardaning boshqa sarkardalardan ajralib turadigan jihatlari haqida to'xtalsak, u jang maydonida qo'shinga qo'mondonlik qilish bilan birgalikda qo'shinning eng oldingi safida o'zi o'rnak ko'rsatadi. O'sha davr taomiliga binoan qo'shinlar yuzma-yuz kelganda eng sara jangchilarning yakkama-yakka chiqishida qo'l ostidagi askarlardan biri emas, balki Jaloliddinning o'zi yolg'iz maydonga tushadi. U ana shunday birga bir tushishda o'zining aql bovar qilmas jasorati bilan raqibini mag'lub etar, dushmanning ko'ngliga g'ulg'ula solar, ko'pincha butun boshli dushmanni mahv etib qo'yardi. U bostirib kelayotgan dushmanning otliq askarini qanday mag'lub etish taktikasini ishlab chiqdi. Ya'ni qo'shinning old qatoriga nayzali piyodalarni, undan keyingi qatorga kamonchilarni joylashtirdi. Bu Jaloliddin otning psixologiyasini juda yaxshi o'rganganligidan dalolatdir. Ot hech qachon odamni bosmaydi. Har qanday tezlik bilan kelganda ham odamning ustidan tuyoqlarni tekkizmasdan sakrab o'tib ketishga harakat qiladi. Ana shu xislatlarni chuqur o'rgangan Jaloliddin askarlari tezlik bilan kelayotgan dushman otliqlarini nayza bilan mag'lub etishgan. Natijada to'xtab qolgan yoki orqaga chekinayotgan yog'iyni kamon yomg'irlari bilan yakson etishgan. Bu usul keyinchalik Yevropada shvedlar va ispanlar, inglizlar va fransuzlar o'rtasida bo'lib o'tgan janglarda qo'llanilgan. Ayniqsa shunisi hayratlanarliki, Jaloliddin 32 yillik umri mobaynida 400 dan oshiq janglarda oldingi saflarda ishtirok etgan. Yashindek chaqnagan qilich va yomg'irdek yog'gan kamon o'qlaridan deyarli jarohatlanmagan. Buyuk olim va mashhur davlat arbobi Mirzo Ulug'bek o'zining 4 ulus tarixi nomli asarida Jaloliddinning jasorati haqida to'xtalib shunday deydi: Olam ahli Jaloliddindan oldin ham va undan keyin ham bunday buyuk jangchini ko'rmagan. U shu qadar buyukki, hatto buyuklikning o'zi uning poyida bukilib qoladi. Mirzo Ulug'bek. – 1221 yilning noyabr oylari Movarounnahr kultepaga aylantirilgan, mo'g'ullar bilan kurashadigan bironta ham kuch qolmagan. Jaloliddin esa sanoqli qo'shini bilan nochorlikdan Hindistonga o'tib ketish uchun yo'lga otlanadi. Lekin Sind daryosi bo'yida kemalar hozirlanayotgan bir paytda Chingizxon Mo'rmalaqday qo'shinlari bilan orqasidan yetib keladi. Muarrix Juvayni va Nasaviy bu voqeani shunday ta'riflaydi: Tongda kun nuri tun betidan ko'tarilib, tong usti ufq ko'kragidan otilib chiqqan paytda Sulton Jaloliddin suv va olov o'rtasida qoldi. Bir tarafda Sind daryosi, boshqa tarafda otashdek kuydiruvchi lashkar. Shunga qaramay sulton o'zini yo'qotmadi, balki mardonavorlik ko'rsatdi va hozirlanib urush va jang olovini yoqdi.
intiqom otini egarlab olishuv yo'lini tanladi. Chingizxonning ko'p sonli lashkari sultonning avval o'ng qanotidagi, so'ngra chap qanotidagi askarlarni to'zg'itib halok etdi. Sulton Jaloliddin 700 nafar jangchi bilan tongdan to kun yarmigacha qattiq turib jang qildi. U chapdan o'ng qanotga ot qo'yar, o'ng qanotdan markazga hamla qilar va har hamlada sonsiz mo'g'ulni qulatar edi. Hatto dushman qo'shinining markaziga yorib kirishga ham muvaffaq bo'lgan. Mo'g'ul qo'shinlari talafot yeb mag'lub bo'ladigan bir paytda zaxiradagi mo'g'ul qo'shinining Bahodir deb ataluvchi saralangan 10 ming kishilik bo'linmasi jang taqdirini hal qiladi. Mag'lub bo'lishiga ko'zi yetgan Jaloliddin g'anim qo'liga asir tushmasligi uchun onasi, xotinlari va qizlarini daryoga cho'ktirishga farmon beradi. So'ngra u zaxiradagi otini keltirishni buyurdi. Unga minib yana mo'g'ul qo'shinini chekinishga majbur etib, jilovni orqaga burdi va sovutni yechib tashlab otga qamchi urdi. Qirg'oqdan turib 10 gazdan ortiq chuqurlikdagi tez oqar daryoga ot soldi. Dovyurak arslon misoli daryodan suzib o'tib Najot sohiliga yetdi. Chingizxon uning daryodan kechib o'tganini ko'rib, otini daryo qirg'og'iga yildirib keldi. Sulton bir shamshir, nayza va qalqon bilan o'tgan edi. Chingizxon va jamiki mo'g'ullar qo'llarini og'izlariga qo'ydilar. Chingizxon bu holatni ko'rib, o'g'illariga yuzlandi va xitob qildi. Otaning o'g'li shunday bo'lmog'i lozim. Suv va olovning ikki girdobidan qutulib Najot sohiliga yetdimi, undan beadad ishlar va behisob tahlikalar tug'ilajak. Bu bahoni adolatparvar adibimiz Maqsud Shayxzoda hazratlari Shumqadam Chingizxon ta'liqatiga badiiy bezak berib shunday ta'riflagan edi. Qaniydi 4 o'g'il o'rniga falak menga birin bersa Jaloliddindek. Bu havas do'stning ham, dushmanning ham yurak-yuragidan ilohiy bir kuch bilan otilib chiqqan asl haqiqatdir. Jaloliddin Sind daryosidan kechib o'tganidan so'ng qolgan qutgan jangchilarini to'plab Shimoliy Hindiston hududiga borib, bir qancha davlatlar hukmdorlari bilan munosabat o'rnatishga harakat qildi. Ular bilan bo'lgan qator janglarda qo'li baland kelgan bo'lishiga qaramay, bu yerda muqim o'rnashish, ittifoqchilar topish mushkul ekanligini anglab, u yerdan Eronga 1224-yil esa Ozarbayjonga kelib, uni zabt etdi hamda Eron, Gurjiston, Turkiya, Iroq va boshqa arab mamlakatlari hududidagi faoliyatini boshladi va nihoyat jismi ketib ismi qolgan Xorazmshohlar davlatini tiklashga muvaffaq bo'ldi. Jaloliddin kuchli va mustahkam davlat barpo etish, unga tayangan holda mo'g'ullar bilan kurashni davom ettirishni umid qiladi. Manguberda hayoti va faoliyatining bu murakkab ziddiyatli davri haqida so'z borar ekan, bir muammo, ya'ni uning diplomatiyasiga to'xtab o'tishga to'g'ri keladi. Zero ayrim tadqiqotchilar Jaloliddinni buyuk sarkarda va benazir jangchi sifatida e'tirof etganlari holda, uning qo'shni mamlakatlarga nisbatan tutgan siyosatiga tanqidiy qaraydilar. Ularning fikriga ko'ra, Jaloliddin diplomatiyani ishga solib, qo'shni hukmdorlar bilan ittifoq tuzish o'rniga ularga qarshi urushib, o'z halokatini tezlashtirgan degan qarashlar ham bor. Ammo manbalar bilan tanishar ekansiz, bu ishning qanchalar mushkul bo'lganligiga ishonch hosil qilasiz. Jaloliddin Bag'dod xalifalari, Kuniya sultoni Alovuddin Qayqubot, 3 aka-uka Ayubiylar, Gurjiston podshosi Rusudan va boshqa hukmdorlar bilan ittifoq tuzish yo'lidagi sa'y harakatlarining natijasiz tugashi qator sabablar bilan bog'liq. Ular orasidagi mazkur hukm farmonlar o'rtasidagi adovat va raqobat, ularning hissiyoti va kayfiyatlari, o'sha davrga xos xurofotlar kabi arzimas ko'rinuvchi omillarni ham e'tibordan qochirmaslik lozim. Misol uchun arab tarixchisi Muhammad Hamaviyning yozishicha, bir gal Alovuddin Qayqubot Jaloliddinning elchilarini nopisandlik bilan kutib oladi.
Elchilar qaytar chog'ida Qayqubot buni Saljuqiylarning kelib chiqish jihatidan Xorazmshohlardan ustunligi bilan izohlaydi. Bag'dod xalifalari esa Sulton Tekish va Sulton Alovuddinga bo'lgan otameros adovatlari bois Jaloliddinga yordam bermaygina qolmasdan, aksincha boshqa hukmdorlarni, shu jumladan mo'g'ullarni ham unga qarshi gijgijlash, kuchsizlantirish va halok etish uchun mablag' va vositani ayamadilar. Shu narsa e'tiborliki, Jaloliddin Manguberdi mo'g'ullarning kuch-quvvatini yaxshi anglagani hamda ko'pchilik davlatlarning ulardan qo'rqishini bilgani holda, mo'g'ullarga faqat o'zi qarshi tura olishini ham yaxshi tushunadi. Bu narsa uning boshqa hukmdorlar bilan olib borgan yozma muzokaralarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Bir misol, Jaloliddin madad izlab Bag'dod xalifaligi chegaralariga yaqinlashganda, xalifa o'z amiri Xushtemurni katta qo'shin bilan unga qarshi yuboradi. Jaloliddin chopar orqali Xushtemurga shunday murojaat qiladi: "Bizning bu tarafga kelishimizdan maqsad Amir al-Mo'mininning oliy soyasidan panoh izlashdir. Zero qudratli dushman g'olib kelib, mamlakatlar va Alloh bandalarini istilo etmishlar. Hech bir lashkar unga qarshi turishga dosh bera olmayapti. Agar xalifadan madad topsam va uning rizosidan quvvat olsam, u qavmni, ya'ni mo'g'ullarni daf qilish mening ishimdir", deydi. Ammo Xushtemur ham, xalifa ham o'zini karlikka solgach, Jaloliddin uning qo'shinini qirib tashladi. So'ngra boshqa musulmon mamlakat amirliklariga shunday murojaat qiladi: "Mo'rmalaxday beadad mo'g'ul lashkarlari yaqinlashmoqdaki, ulardan na qal'a va na shahar omon qolajak. Bu taraflar jangchilarning dilida ulardan qo'rquv va hayiqish joy olmishdir. Basharti men oradan chiqsam, sizlarda ularga qarshi turishga imkon qolmagay. O'zlaringiz, farzandlaringiz va butun musulmonlarga rahim qilib, har biringiz menga bir bo'linmani bayroq bilan birga yuborib madad beringiz, toki bizning o'rtamizdagi ittifoq va hamjihatlik ovozasi yetsin. Ular tushkunlikka tushib, bizning askarlarimizning ham ko'ngillari ko'tarilgay", deydi. Ammo besamar manfaatlarini maqsad qilib olgan, azaliy arazlarni qalbiga solgan, g'aflat uyqusiga tolgan, sodiqlik emas, sotqinlik girdobida qolgan mamlakat amirlari Jaloliddinga yordam qo'lini cho'zmadi. Natijada she'rlar ichra she'r bo'lgan, she'rlarning she'ri o'z davri jaholatining qurboni bo'ldi. Osiyo va Yevropani iskanjasiga olayotgan mo'g'ul istilosiga qarshi na Osiyoda, na Yevropada 10 yillar sobit va mardona kurashgan boshqa bir shaxs, sarkarda shoh yo'q edi. Mo'g'ullar changaliga olgan va olayotgan bu ikki qit'ada ham botirlik va jasurlikda tengi yo'q, oz qo'shin bilan yengilmas deb tan olingan Chingizxonning ko'p sonli qo'shinini bir necha marta tormor keltirgan, shu bilan birga yengilmas mo'g'ul qo'shini degan afsonani yo'qqa chiqargan buyuk sarkarda, o'z davrining eng ulug' harbiy qo'mondoni, harbiy ilmga o'ziga xos jang taktikalari va strategiyasini olib kirgan g'olib shaxs edi. Jaloliddin Manguberdining mo'g'ullar bosqinini to'xtatishga qodir katta kuch ekanligini uning do'stlarigina emas, dushmanlari ham yaxshi anglardi. Misol uchun Turkiya sultoni Malik Ashrafga uning vafot etganligini xushxabar tarzda yetkazganlarida u shunday javob beradi: "Siz meni uning o'limi bilan muborakbod etmoqdamisiz? Ammo siz ham Jaloliddin o'limi oqibatlarining azoblarini tortajaksiz. Zero Alloh nomi bilan qasam ichib aytamanki, uning halokati mo'g'ullarning islom zaminiga bostirib kirishi bilan barobardir. Endi Xorazmshoh kabi biz bilan mo'g'ullar orasida zabardast devor bo'ladigan kuch yo'qoldi", deydi. Haqiqatan ham Jaloliddin Manguberdining o'limidan so'ng mo'g'ullar istilosini bironta kuch to'xtatib qola olmadi. Yana shu narsa ayonki, Jaloliddin Manguberdini 10 yillar ichida qayta-qayta jang qilib holdan toydirgan mo'g'ul qo'shini Yevropani butunlay bir zarb bilan istilo qilishga qurbi yetmadi. Jaloliddin Manguberdi xuddi Sohibqiron Amir Temur kabi o'z davrida ko'pgina mamlakatlarni mo'g'ul istilosidan bilvosita saqlab qoldi.
Sulton Jaloliddin sahro bo'ronlari-yu o'tkinchi yillarni burib yuboradigan, shiddatini so'ndirib holdan toydiradigan, yemirilmas qoyadek mustahkam bir shaxs edi. O'zi bitgan bir to'rtlik she'ri o'ziga o'zi bergan xolisona bahodek jaranglaydi. Jangda xuddi temirdek, bazmda misli mummiz. Do'stga marhamatli, g'animga esa shummiz. Ulug'vorligimizdan Shomga insof eltarlar, haybatimiz dastidan Rumga zunnor eltarlar. Millatimiz faxri Sulton Jaloliddinning 32 yillik umr faoliyatiga nazar solar ekanmiz. Biz avlodlariga yurtga mehr, elga sodiqlik, millatga sadoqatlilik hamda insoniyat bisotining bo'y yetmas buyukligidan saboq berib turadi. Shu bois ham buyuk ajdodlarimizning qisqagina ta'rifi Sulton Jaloliddin salohiyatidan aks sado berib turadi.